Agar qomatingiz doimo chiroyli bo'lishini xohlasangiz, bu mashqlarni har kuni 2 marta yarim soatdan bajaring. Natijasini 14 kunda ko'rishingiz mumkin. Bu mashqlarni amerikalik fiziologlar tatbiq qilishgan. Mashqlarni bajarish tartibi har kuni 2 mahal qilishingiz shart. Aks holda natija sezmaysiz. Birinchi mashqimiz. Videoda ko'rsatilgandek qo'llaringizni birlashtirib, tepaga yuzingizga qarab ko'tarasiz. Ikkinchi mashq esa qo'llarni yuqoriga ko'targan holda navbatma-navbat tirsaklaringizga tekkizasiz. Uchinchi mashq. Qo'llaringizni birlashtirgan holatda ikkalasini ham tepadan pastga tushirasiz. To'rtinchi mashq esa qo'llaringizni qaychiga o'xshab o'ynatasiz. Beshinchi mashq esa qo'llaringizni yondan markazga olib kelasiz va yuqoriga ko'tarasiz. Keyin ikki yonga tushirasiz. Oltinchi mashq esa yelkalarni qo'llaringiz bilan aylantirib tugatasiz. Bu ma'lumotlarni do'stlaringizga yuborib, agar sog'lig'ingiz uchun har kuni kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, mening profilimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.